Bismillah birodarlar, mol buqindan qozon shashlikni birini ko'rsataman sizlarga. Tashqariga chiqib shashlik qilishga erinayapsizmi? Aynan bu retsept siz uchun bo'ladi. Bunga qo'y yog'i, O'zbekistonning qo'ymash, qora qo'chqorni dumbalari kerak bo'ladi. Qo'ziqoridan qo'shib yuboramiz. Sizlar bilan bitta 1 kun oldin обязательно buni marinovka qilish kerak. Sizlar bilan chiroyli qilib buni kesib chiqib, marinovka qilamiz. Ertaga davomini ko'rsataman akalar. Buni yapala qilib kesib olishinglar kerak bo'ladi. Qalin bo'lsa ham bo'lmaydi. Akalar bu gideta bir 10 minut, 15 minut atrofida pishadi. Bundan ham ingichkaroq bo'lishi kerak. Bu oz muzlagan holatda. Boshladik biz bo'lmasa. Akalar xuddi shunaqa holatda chiroyli bo'lib kesilishi kerak. Kesilgandan keyin e'tibor beringlar, hammasi pastda bir xil holatda. Bu hali ozgina bor erishidan ozgina oldin kesib olasizlar. Marinovkaga tayyor holat bo'ladi. Birodarlar, tayyor holatda bo'ldi. Buni erishidan ozgina oldin kesib olasizlar, bo'lmasa bunaqa ingichka holatda kesalmisizlar. Hammasi shunaqa holatda kesilishi shart. Go'shtlarimizga e'tibor berib qo'yasizlar, mol biqindan ancha yumshoq go'sht bo'lishi kerak, yog'siz go'sht bo'lishi kerak. Xudo xolasa ideal holatda bo'ldi marinovka qilgani. Endi buni chiroyli qilib marinovka qilamiz. Xudo xolasa ertaga pishirish jarayonlarini ham ko'rsatamiz. Mol biqinimiz miramirga o'xshab ketibdimi? Xo'p, akalar, martaga borsanglar xuddi shunaqa qo'ziqorinlardan mo'shni qilib olasizlar. Buni kichkina to'rg'ab olasizlar. Mana shunaqa holatda bo'lishi kerak. Ingichkaliklari ham bir xil bo'lishi kerak go'sht bilan. Endi e'tibor beraverasizlar, xudo xolasa chiroyli qilib ozgina mehr bilan to'rg'ab olasizlar. Siz buni kesmay go'sht kesasiz, o'tmi? O'zi oz ekan. Dumbalarimizni ham chiroyli qilib mana shunaqa shaklda yo'g'onligini xuddi shunaqa qilib kesib olmasak bo'lmaydi, birodarlar. Har bittasi bitta zuvatisiga kiradi. Akalar, обязательно bitta go'sht, bitta dumba yog'i bo'lmasa ham bo'laveradi. Agar sizlarda yo'q bo'ladigan bo'lsa, bitta qo'ziqorindan qilasizlar. Xuddi shunaqa holatda zuvatisiga terib, chiroyli qilib qilsanglar, gul bo'lib pishadi-yu. Pishganda ham bor-u, shashlik ham ancha hijolat bo'ladi buni oldida. E'tibor beringlar, bitta go'sht qilasizlar, bitta dumba yog' qilasizlar, bitta qo'ziqorinimizdan bitta ilib qo'yasizlar. O'zi ham shashlikni biri bo'ladi, qozon shashlikni shuni aytadi. E'tibor beringlar, go'zal holatda. Akalar, solasizlar, olasizlar. Bu o'sha marinovka paytida pishib bo'lgan, birodarlar. Sekin ehtiyot bo'lib solaverasizlar. Bismillah. Wow. Ko'rsatdi. Onlu, akalar, onlu. Wow, tayyor. Bitta ko'rib qo'yinglar o'zinglar. Dumbasi qo'ziqorini go'shi vahshiy mo'shni holatda pishdi. Lekin buni nomini bor-ku, pishib so'bomasdan oldin tugaydigan ovqat deb qo'ysak bo'lar ekan. Tugay deb qoldi-yu, kelaverasizlar. Ancha zo'r. Kelinglar,
Sizlarga ham qilib beraman mana shunaqalarni. Dada beni ko'rsam.